Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan har birimizning hamyonimizga bevosita ta'sir qiladigan mutlaqo yangi va juda muhim bir mavzu haqida gaplashamiz. Aprel oyida gaz va elektr energiyasi uchun to'lov qilinmasligi mumkinligini aytsam nima deysiz? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bu shunchaki mish-mish emas, balki minglab oilalarga yordam berishga qaratilgan yangi hukumat dasturining bir qismi. Bu ma'lumotni eshitib, bu meni qanday qutqaradi? Yoki bunga ishonish mumkinmi? Kabi savollar tugilishi tabiiy. Ammo men sizga kafolat beramanki, bugungi videomizda har bir savolingizga aniq va tushunarli javob topasiz. Bu nafaqat sizning, balki oilangiz, qo'shnilaringiz va tanishlaringizning byudjetiga jiddiy yangilik olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu videoni biz soniya ham o'tkazib yubormang. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va videoga like qo'yishni unutmang. Bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha ko'p oilaga yordam bergan bo'lamiz. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Biz barchamiz kommunal xizmatlar, xususan gaz va elektr energiyasi uchun har oy to'lovlarni amalga oshirishga odatlanganmiz. Bu kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Avvallari ushbu to'lovlar uchun imtiyozlar olish juda murakkab, ko'p qog'ozbozlik talab qiladigan va kamdan kam hollarda asosan nogironligi bor shaxslarga yoki urush qatnashchilariga berilardi. Oddiy oilalar uchun byudjetni rejalashtirishda kommunal to'lovlar katta joy egallar va ba'zida ayniqsa qish oylarida yoki moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kelganida bu to'lovlarni amalga oshirish haqiqatan ham og'ir bo'lardi. Odamlar ko'pincha qarzdorliklar to'planib qolmasligi uchun pul topishga majbur bo'lishardi. Oilalar har qanday yo'l bilan bu yukni yengillashtirishga harakat qilardilar, ammo rasmiy imtiyozlar olish deyarli imkonsiz edi. Ammo aziz do'stlar, hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan aholi ijtimoiy himoyasi yili dasturiy doirasida yangi qonun loyihasi va tegishli farmoyishlar qabul qilindi. Bu farmoyishlarning asosiy maqsadi mamlakatimizdagi har bir fuqaroning turmush sharoitini yaxshilash, ayniqsa iqtisodiy jihatdan zaif qatlamlarni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Yangi tartibga ko'ra aprel oyi uchun gaz va elektr energiyasi to'lovlari bo'yicha imtiyozlar olish mexanizmi sezilarli darajada soddalashtirildi va ulardan foydalanish imkoniyati ancha kengaytirildi. Endi bu imtiyozlar faqatgina bir necha toifadagi fuqarolarga emas, balki ma'lum mezonlarga javob beradigan kengroq aholi qatlamiga taqdim etilmoqda. Eng muhimi, bu imtiyoz bir martalik aksiyadan ko'ra ko'proq. U tizimli yordamning boshlang'ichi bo'lishi kutilmoqda. Bu yangilik ayniqsa bahor boshlanishi bilan oziq-ovqat va boshqa asosiy ehtiyojlar uchun sarf xarajatlar ortib borayotgan bir paytda oilaviy byudjetlarga katta yordam bo'ladi. Bu o'zgarishlar nafaqat pul tejashga yordam beradi, balki oilalardagi stressni kamaytirib, ularga kelajak uchun reja tuzishga imkon beradi. Bu yangi tizimning eng katta yutug'i shundaki, u aholining hayotini qiyinlashtirmasdan, balki ularga yengillik yaratishga intiladi. Endi har bir kishi o'z huquqlarini bilib, ulardan foydalanishi mumkin. Birinchi asosiy qism, siz bilishingiz kerak bo'lganlar, kimlar savotir olishi kerak va kimlar savotir olmasligi kerak. Keling, endi eng muhim savollarga javob beramiz. Bu imtiyoz kimlarga tegishli, kimlar bu yangilikdan foydalanishi mumkin va kimlar uchun bu o'zgarish ahamiyatga ega emas? Ko'pchilik bu hammaga tegishlimi deb o'ylashlari mumkin, ammo unday emas. Bu imtiyoz xususan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Kimlarga tegishli? Kam ta'minlangan oilalar. Bu birinchi va eng muhim toifa. Agar sizning oilangiz mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tizimi orqali rasman kam ta'minlangan deb tan olingan bo'lsa, siz avtomatik ravishda ushbu imtiyozga ega bo'lasiz. Bu degani har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lishi kerak. Masalan, To'lagan akaning oilasini olaylik. Uning oilasi Viba kishidan iborat, o'zi, rafiqasi, 2 nafar maktab yoshidagi farzandi va 1 nafar talaba qizi. To'lagan aka zavodda ishlaydi. Oylik maoshi 2.5 million so'm. Rafiqasi uy bekasi, talaba qizi stipendiya oladi. Agar ularning oilasining umumiy oylik daromadi 3.5 million so'm bo'lsa, bu har bir oila a'zosiga 400 ming so'mdan to'g'ri keladi.
Agar minimal iste'mol xarajatlari hozirda 100 ming so'm deb belgilangan bo'lsa, to'lagan akining oilasi kam ta'minlangan hisoblanadi va aprel oyida gaz va elektr energiyasi uchun to'lovdan ozod qilinadi. Ular uchun bu 100 ming so'mlik tejash degani, bu esa oziq ovqat yoki bolalarning ehtiyojlari uchun katta yordam bo'ladi. Bu oilalar ko'pincha ro'yxatga kiritilgan bo'ladi va ularga imtiyozlar avtomatik qo'llaniladi. Agar siz kam ta'minlanganlar ro'yxatida bo'lsangiz, lekin imtiyoz sizga qo'llanilmagan bo'lsa, darhol mahalla idorasiga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Kenanmen da çok kasambatlarını atak sasan kese. Nafaqashorlar, agar siz yoshga doir nafaqada bo'lsangiz va yagona daromad manbaingiz nafaqa bo'lsa, siz ham ushbu imtiyozdan foydalanishingiz mumkin. Bu ayniqsa yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar uchun muhim. Masalan, 75 yoshli Maftuna opani olaylik. Uning oylik nafaqasi 1.2 million so'm. U yolg'iz yashaydi va uning elektr energiyasi hamda gaz uchun to'lovlari har oy 150-200 ming so'mga yaqinlashadi. Aprel oyida bu to'lovdan ozod bo'lishi Maftuna opa uchun nafaqasining sezilarli qismini tejash imkonini beradi. Bu pulni u dori darmonlarga yoki oziq ovqatga sarflashi mumkin. Lekin e'tibor bering, agar nafaqashorning oilasida boshqa ishlaydigan a'zolar bo'lsa va ularning umumiy daromadi ma'lum miqdordan oshsa, bu imtiyoz qo'llanilmasligi mumkin. Bu yerda ham daromad mezonlari muhim rol o'ynaydi. Agar nafaqashorning daromadi boshqa manbalardan ham keladigan bo'lsa va bu daromad belgilangan me'yordan oshib ketsa, imtiyozga loyiq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun nafaqashorlar o'z daromadlarini hisobga olishlari va faqat nafaqadan iborat bo'lgan taqdirdagina bu imtiyozga umid qilishlari kerak. 2. Nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oilalari. Birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, shuningdek ularni boqadigan oila a'zolari ham ushbu imtiyozdan foydalanish huquqiga ega. Bu yerda ham ma'lum daromad mezonlari mavjud. Masalan, 38 yoshli Nodir akaning birinchi guruh nogironligi bor. Uning oilasi 3 kishidan iborat. O'zi, rafiqasi va voyaga yetmagan o'g'ili. Nodir aka nogironlik nafaqasi oladi, rafiqasi uyda. Ular uchun kommunal to'lovlar har oy katta yo'q bo'ladi. Aprel oyidagi yengillik ularning oilasiga erta bahorda bo'ladigan qo'shimcha xarajatlar uchun pul tejashga yordam beradi. Bu toifa uchun ham daromad darajasi muhim. Agar nogironligi bo'lgan shaxsning oilasida yuqori daromadli a'zolar bo'lsa, bu imtiyoz qo'llanilmasligi mumkin. Pat boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu toifa ham ijtimoiy himoyaga muhtoj hisoblanadi. Agar oilada yagona boquvchi vafot etgan bo'lsa va oila boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olayotgan bo'lsa, ular ham aprel oyi uchun gaz va elektr to'lovlaridan ozod qilinishi mumkin. Masalan, 2 farzandi bilan qolgan Laylo opani olaylik. Uning turmush o'rtog'i bir necha yil oldin vafot etgan. Laylo opa bolalariga boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladi. Uning oylik daromadi faqat shu nafaqadan iborat. U uchun har bir so'm muhim. Aprel oyidagi to'lovlardan ozod bo'lishi unga bolalarini maktabga tayyorlash, ularning sog'ligiga e'tibor berish yoki oziq ovqat xarajatlarini qoplashga yordam beradi. Bu oilalar uchun ham imtiyoz olish tartibi soddalashtirilgan. Kimlar savotir ola sa salasliydi ililigi tani shabakera ala kerak, ya'ni imtiyoz sizga tegishli emas. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirmasangiz va oilangizning daromadi o'rtacha darajadan yuqori bo'lsa, siz bu imtiyozdan foydalana olmaysiz. Bu degani siz aprel oyi uchun gaz va elektr energiyasi to'lovlarini odatdagidek amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Bu tizim universal emas, u faqat yordamga muhtojlarga qaratilgan. Masalan, agar oilangizda 2 ishlovchi a'zo bo'lsa, ular yaxshi maosh olsa va siz hech qanday ijtimoiy himoya dasturlariga kirmasangiz, siz bu imtiyozdan foydalana olmaysiz. Bu adolatli tizim bo'lib, davlat resurslarini eng zarur bo'lgan joylarga yo'naltirishga xizmat qiladi. Shuning uchun, agar ahvolingiz yaxshi bo'lsa, bu imtiyozni o'zlashtirishga urinmasligingiz kerak, chunki bu tizimning asosiy g'oyasiga zid bo'ladi. Ikkinchi asosiy qism qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday qonun yoki qoidada bo'lgani kabi, bu yangi tizimda ham o'ziga xos istisnolar, tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan joylar va e'tibor berish lozim bo'lgan nozik nuanslar mavjud. Aynan shularni bilish sizni ortiqcha bo'sh og'riqlar va vaqt yo'qotishlardan asraydi. Bit
qo'shni manzilda ro'yxatdan o'tgan fuqarolar. Bu juda keng tarqalgan holat. Ko'pchilik amalda bir manzilda yashasa ham propiskasi boshqa joyda bo'ladi. Ushbu imtiyoz asosan sizning doimiy yashash manzilingizda. Kakika kitafika ingizda qo'llaniladi. Agar siz boshqa joyda ijarada turgan bo'lsangiz va rasmiy ro'yxatdan o'tgan manzilingiz boshqa joyda bo'lsa, siz ushbu imtiyozdan foydalana olmaysiz, chunki sizning kommunal to'lovlaringiz doimiy yashash manzilingiz bo'yicha hisoblanadi. Masalan, Farhod akamiz Toshkent shahrida ijarada yashaydi, lekin propiskasi Qashqadaryoda. Uning oilasi ham ta'minlanganlar ro'yxatiga Qashqadaryoda kiritilgan. Toshkentdagi ijara uyida Farhod aka gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlarni to'lashi shart. Chunki bu manzil uning rasmiy doimiy yashash manzili emas. Uning Qashqadaryodagi uyida yashayotgan onasi agar u ham kam ta'minlangan bo'lsa, imtiyozdan foydalanishi mumkin, ammo Farhod akaning o'zi emas. Imtiyoz faqatgina rasman qayd etilgan yashash joyingizdagi kommunal xizmatlarga taalluqli bo'ladi. Itu limitlar va iste'mol miqdori. Gaz va svetga umuman to'lamayman degan tushuncha ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Ba'zi imtiyozlar faqat ma'lum bir iste'mol limitigacha qo'llaniladi. Ya'ni agar siz haddan tashqari ko'p gaz yoki elektr energiyasi ishlatgan bo'lsangiz, ma'lum bir me'yordan oshgan qismi uchun to'lovni amalga oshirishingizga to'g'ri keladi. Masalan, bir oilaga aprel oyida 100 kWh elektr energiyasi va 200 kub metr gaz uchun imtiyoz berilishi mumkin. Agar sizning oilangiz aprelda 150 kWh elektr energiyasi va 250 kub metr gaz ishlatgan bo'lsa, siz 50 kWh elektr energiyasi va 50 kub metr gaz uchun to'lov qilishingizga to'g'ri keladi. Bu imtiyozlarning maqsadi hukumatdan aholini tejamkorlikka undash va davlat byudjetiga ortiqcha yuk tushishini oldini olishdir. Shuning uchun imtiyozga ega bo'lsangiz ham o'z iste'molingizni nazorat qilishga harakat qiling. 3. Qarzdorlikning mavjudligi. Agar sizda avvalgi oylardan gaz yoki elektr energiyasi uchun katta qarzdorlik mavjud bo'lsa, bu yangi imtiyozni olish jarayonini murakkablashtirishi yoki umuman uni bekor qilishi mumkin. Hukumat dasturlari mas'uliyatli iste'molchilarni rag'battirib, patabat tetilgan shuning uchun agar siz imtiyozga loyiq bo'lsangiz, lekin qarzdorligingiz bo'lsa, avval bu qarzdorlikni qoplash tavsiya etiladi. Ba'zi hollarda maxsus komissiyalar qarzdorlikni qismlarga bo'lib to'lash imkoniyatini berishi mumkin, ammo bu imtiyozni olish uchun to'siq bo'lib qolishi ehtimoli yuqori. Misol uchun, Gulnora opaning oilasi kam ta'minlangan hisoblanadi, lekin ularning 500 ming so'm elektr energiyasi va 200 ming so'm gazdan qarzi bor. Ular aprel oyidagi imtiyozni olish uchun murojaat qilganlarida ularga avval qarzdorlikni bartaraf etishlari kerakligi aytilgan. 4. Murojaat qilish muddatlari va mexanizmi. Bu imtiyoz avtomatik tarzda qo'llanilishi qazdam parallanlanadi. Neyinin şarkıya tacınışa qo'llanilishi kerak. Bo'lsa-da, ba'zi hollarda shaxsiy murojaat talab qilinishi mumkin. Ayniqsa, sizning ijtimoiy himoya statusingiz yaqinda o'zgargan bo'lsa, masalan, yaqinda kam ta'minlangan deb tan olingan bo'lsangiz yoki nafaqaga chiqqan bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz tizimga hali kirmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hech narsa kutmasdan belgilangan muddat ichida murojaat qilish juda muhim. Agar aprel oyining dastlabki kunlarida sizga odatdagidek to'lov kvitantsiyalari kelgan bo'lsa va unda imtiyoz hisobga olinmagan bo'lsa, bu signaldir. Siz darhol tegishli idoralarga murojaat qilishingiz kerak. Muddatdan keyin imtiyozdan foydalanish huquqingizni yo'qotishingiz mumkin. Har bir hududda murojaat muddatlari biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahalliy ijtimoiy himoya bo'limlarida aniq ma'lumot olish zarur. 5. Vaqtinchalik xarakteri. Unutmang, bu aprel oyi uchun berilayotgan imtiyoz va u hozircha vaqtinchalik xarakterga ega. Bu keyingi oylarda ham to'lovlardan ozod bo'lasiz degani emas. Hukumat kelajakda ham shunday qo'llab-quvvatlash dasturlarini joriy etishi mumkin, ammo hozircha faqat aprel oyi haqida gap ketmoqda. Shuning uchun o'z moliyaviy rejalaringizni tuzishda bu omilni hisobga olishingiz lozim.
Ba'zi odamlar bir oy to'lamasam keyingi oylarda ham shunday bo'ladi deb o'ylashlari mumkin. Bu esa noto'g'ri xulosalarga va moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Har doim rasmiy xabarlarga e'tibor bering. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerakli, haqida aniq qadamlar endi esa eng muhim qismga keldik. Siz amalda nima qilishingiz kerak? Bu qadamlar juda oddiy, ammo ularni to'g'ri va o'z vaqtida amalga oshirish juda muhim. 1. O'z maqomingizni tekshiring. Avvalo, siz yuqorida sanab o'tilgan imtiyozga ega bo'lish uchun toifaga kirishingizga ishonch hosil qiling. Agar siz kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida bo'lsangiz, nafaqaxo'r bo'lsangiz, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz yoki boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi bo'lsangiz, keyingi qadamlarga o'ting. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, mahalladagi ijtimoiy himoya bo'limiga yoki mahalla raisi ijtimoiy masalalar bo'yicha mas'ul shaxsga murojaat qilib, o'z maqomingizni aniqlashtirishingiz mumkin. Kam ta'minlangan oila maqomini aniqlash uchun ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimidan foydalanishadi. Timatetat aktivitet kommunal xizmatlarning kvitantsiyasini tekshiring. Aprel oyi uchun kelgan gaz va elektr energiyasi kvitantsiyasini diqqat bilan ko'zdan kechiring. Unda imtiyoz hisobga olingan yoki to'lov summasi sıfır degan yozuv bor yo'qligini qarang. Agar siz imtiyozga loyiq bo'lsangiz va kvitantsiyada hech qanday o'zgarish bo'lmasa, bu sato yuz berganini anglatadi. Ba'zida tizimdagi ma'lumotlar o'z vaqtida yangilanmasligi mumkin. Bu kvitantsiyani aslo e'tiborsiz qoldirmang. Tujo, murojaat uchun hujjatlarni tayyorlang. Agar kvitantsiyada imtiyoz aks etmagan bo'lsa, sizning murojaatingiz uchun quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Bu ro'yxat maqomingizga qarab farq qilishi mumkin. Pasport nusxasi o'zingizniki va oila a'zolaringizniki kawan masagi kam ta'minlanganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar kam ta'minlangan oila bo'lsangiz, nafaqa oluvchining guvohnomasi nusxasi nafaqaxo'rlar uchun, nogironlik guvohnomasi nusxasi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun, oilaning tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma, mahalla fuqarolar yig'inidan, gaz va elektr energiyasi shartnomalari nusxalari, oksirgi tonch shakti oylik daromad to'g'risidagi ma'lumotlar ish joyidan nafaqa fondidan, aprel oyi uchun olingan kommunal to'lov kvitantsiyasi, unda imtiyoz hisobga olinmagani ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Barcha hujjatlarning nusxalarini tayyorlang va asl nusxalarini ham o'zingiz bilan olib boring. Qayerga murojaat qilish kerak? Sizning holatingizga qarab bir nechta joyga murojaat qilishingiz mumkin. Mahalla fuqarolar yig'ini, bu birinchi bevosita manzilingiz. Mahalla raisi yoki ijtimoiy masalalar bo'yicha mas'ul shaxsga murojaat qiling. Ular sizga hujjatlarni to'plashda yordam berishi, shuningdek to'g'ri yo'nalishni ko'rsatishi mumkin. Yagona darcha markazlari yoki davlat xizmatlari markazlari. Bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini bir joyda taqdim etadi va siz u yerda ham murojaat qilishingiz mumkin. Ular arizani qabul qilib tegishli idoraga yo'naltiradi. Yani gaz va elektr ta'minoti tashkilotlarining hududiy bo'limlari. Agar holatingiz aniq va hujjatlaringiz joyida bo'lsa, ba'zan bevosita ta'minotchi tashkilotlarga murojaat qilish ham samarali bo'lishi mumkin. Lamja, ariza yozish. Murojaat qilayotgan joyingizda sizga ariza blankasi beriladi. Arizada o'z ism sharifingizni, yashash manzilingizni, imtiyozga ega bo'lish uchun asos bo'ladigan maqomingizni aniq ko'rsating va aprel oyi uchun gaz va elektr energiyasi to'lovlaridan ozod qilishni so'rang. Arizaga tayyorlagan barcha hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Ariza 2 nusxada yozilsin. Bir nusxasini siz qabul qilinganligi to'g'risida belgi qo'yib o'zingizda saqlab qoling.
Bu sizning murojaatingiz dalili bo'ladi. 6. Kuzatuv va nazorat. Arizangizni topshirganingizdan so'ng uning ijrosini kuzatib boring. Belgilangan muddat ichida sizga javob berilishi kerak. Agar javob kelmasa yoki rad javobini olsangiz, uni tushuntirishini talab qiling va yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, Sal qabul xonasiga, Adliya vazirligining hududiy bo'limlariga murojaat qilish huquqiga egasiz. Sabrli bo'ling, ammo huquqlaringizni himoya qilishdan cho'chimang. Esingizda bo'lsin, bu sizga qonunan berilgan imtiyozdir. Sulosa va Yakuni Chorlov aziz do'stlar, bugungi videomizda aprel oyida gaz va elektr energiyasi uchun to'lovdan ozod bo'lish imkoniyatlari haqida batafsil gaplashdik. Biz bu imtiyoz kimlarga tegishli ekanligini, qanday istisnolar va nozik nuanslar mavjudligini, shuningdek bu yengillikdan foydalanish uchun qanday amaliy qadamlar qo'yish kerakligini ko'rib chiqdik. Bu shubhasiz ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun katta yordamdir. Har bir fuqaro o'z huquqlarini bilishi va ulardan foydalana olishi kerak. Hech qanday qog'ozbozlik sizni o'zingizga tegishli bo'lgan imtiyozdan mahrum qilmasligi kerak. Shuning uchun men birga maslahatlarga amal qiling va o'z huquqlaringizni talab qilishdan qo'rqmang. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa yoki siz ushbu imtiyozdan foydalangan bo'lsangiz, tajribangizni kommentariyalarda baham ko'ring. Sizning fikrlaringiz boshqa tomoshabinlar uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu video qanchalik ko'p tarqalsa, shuncha ko'p odam bu muhim ma'lumotdan xabardor bo'ladi va o'z byudjetini tejash imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyingi videolarimizda uchrashguncha o'zingizni asrang.